ertalab yozdim, Shirin yaxshimisan deb, yakshanba kuni edi. Nimagadir javob yozmadi. Xavotir oldim. Onasiga aytdim, qarachi Shirin nimaga u javob bermayapti deb. Yakshanba-da. Yo'q, uxlayapti, kechqurun boshi og'riyotdi deb aytdi. Ko'ngli ayniyapti, otravlение bo'lib qolibdi. Ya qaragin dedim. O'sha kuni men uchib kelishim kerak O'zbekistonga. Aeroportga kelyapman, yuragim hovliqib ketyapti, diqqat bo'lib ketyapman. Javob yo'q. Bir payt shu samolyotga chiqadigan paytimda biz kasalxonadamiz. Reanimatsiyaga tushib qoldi Shirin deb javob berdi. Men samolyotda qanday uchib kelganimni ham bilganim. 13 kun shu komada bo'lsa, 13 kun uxlamay qo'lini ushlab ustida Xudodan so'rab o'tirdik. Boshqa davlatlardan ham keldi. Shu eng dunyoning shu sohadagi eng ilg'or mutaxassislari keldi hammasi. Olib ketishga ham tayyor bo'lishdi, lekin shuni imkoni bo'lmadi. Shu Allohim shunga yo'l bermadi. Alloh o'ziga kerak ekanda endi qizimiz. Keyin buni tushunib yetdik, chunki biz buni saqlab qolish uchun hamma narsaga tayyor edik. Lekin Alloh oldida hammamiz ojiz. Bolam jon bolam, jonim bolam jon bolam, ado bo'lgan sen emas, meni o'zim jon bolam. Shirin bir farzand o'z hayoti davomida qilishi kerak bo'lgan ishni 19 yillik umri davomida ortig'i bilan amalga oshirib ketdi. U nafaqat yaqinlarining, balki bizning ham qalblarimizda uzoq yillar davomida yashaydi.